Bu bemorimiz ham o'zi mustaqil ravishda yura olmay kelgan edi va endoskopik diskektomiya tashrihidan keyin bemorimiz o'zi mustaqil yura boshladi. Men Qoratoy Husanboy 3 oydan beri mana shu yurishni sog'inib, yura olmay qolgandim, og'rib, mana shu birinchi nimada ko'p joylarda davolanib, hech natija bo'lmay, shu yerda eshitib, Sihat klinikasiga kelib davo topdim. O'ktamjon aka degan akaga murojaat qildik. Allohga shukr, mana og'riqlar yo'q. Operatsiya qilib, ayollarim hamma yo'q. Oldingi holatimga qaytdim sog'lom paytimda. Allohga shukr. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ushbu bemorimizni ham ko'rishingiz mumkin. 4-5 umurtqalararo disk churrasi chap tomonlama diskektomiya tashrihi o'tkazildi va tashrihdan keyin bemorimizda og'riqlar mutlaqo yo'qoldi va o'zi mustaqil ravishda yurishni boshladi. Bu bemorimizga endoskopik, ya'ni xalq tili bilan aytganda lazer yordamida disk churrasini olib tashlash tashrihini o'tkazdik. Agar sizlarda ham disk grija bilan muammo bo'lsa, Sihat klinikasiga murojaat qiling va biz sizlarga yordam berishga doim tayyormiz.